Assalomu alaykum oila, mana O'zgenda do'konda ishni boshladik. Xudo xolasa mana birinchi qilgan mashinalarimiz mana qatorasiga mana tikonlar yig'ilib turibdi. Xudo xolasa og'aylar kelaverasizlar. Xizmatdamiz. Mana bo'layotgan ishlar og'aylar. Mashina qora ustun haydayapti. Rasxod katta mashinada. Tortishuncha dimiroq deb ketdi og'aynimiz. Klapanlar zajati chiqyapti. Mana bu tomoncha bo'shroq ekan, mana qator. Mana qatorda uchovsi ham zajati chiqdi mana bu nomda. Karburatorda ishansanglar emulsionniy kanallar deyiladi. 6-7 teshik bor, mayda teshik. Hamma teshik zabiti karburatorda. Hamma teshigi zabiti bo'lib ketgan karburator. Ashna hisobiga qora tutun haydab borgan orqadan. Suvni sirkulyatsiyasi juda slabiyroq ekan og'aylar. Mana bu qaranglar bo'layotgan ishlar, mana mozmononda suv sirkulyatsiyasini o'ngladik, isparitelni tozaladik. Xo'p. Svichalarni hozir almashtiramiz. Xudo xolasa mana klapanlarni tortdik. Tramler hozir zajiganga qo'yamiz. Xudo xolasa mana qandda ishlaydi mana shu mashinani, oxirida rasxodini o'lchab beramiz. Shunaqa og'aylar, xizmatdamiz, aloqadamiz. Liboy mahal telefon qilaverasizlar. Mana O'zgenda mana shu Pas O'zgenda ko'chasidamiz. Mana shu do'kon, mana og'aylar kelaverasizlar.